Voy. Maza qildim boru. Hey, yo'q hammaga. Sizlar bilan men Sotus, ya'ni Froggy Gamer. Froggy bo'lishimga har xil sabablar bor. Sizlar bilan bugun men Froggy. Bizning YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, ertalabdan obedda turibmiz biz. Tak. Mashallah olamiz. Telefonni olaman. Bo'lmasa ekan telefonim. Qani telefonim? What the fuck? Telefonim qani? Mana shu. Telefonsiz hayot bo'lsa bu bo'lmaydi-da, telefonsiz hayot. Chiq baqay. Xullas, kir. Mana qishlog'i. Nima bo'lyapti? Ha, uyga kelgandim. Nimaga? Ha, uyni yangilab sana shuni tabriklagani keladi. Menmi? To'g'ri yangiladim, mana bu gullar qo'ydim. Chatga qildim. Yaxshi chiqqan bo'lsa, like bosib qo'ydi-ba. Yo'q, ikkinchi qavatingni aytyapman. Ikkinchi qavat deydi, sen jinnimisan? Men ikkinchi qavat hali qurganim yo'q, axir. Yo'q, qurgansan, aldama, prankmi? Yo'q, prank emas. Nima, rostdanmi? Tepada uyim paydo uy bo'lib. Uyim ikki qavat qilganim yo'q. Qilgansan, aldama. Qani, nima qildim? Qanga qara. Yo'q. Bor ekan. Yo'q, mana nimani bu? Xo'p. Ko'rdingmi nishon? Nima sen o'zing men o'zim uyimdaman, bilib qo'y, tushundingmi? Shuni so'laveraman sen. Uraman, men beraman. Ayta olmaysan endi. Aytgancha do'stlar, hammani kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Sizlarga rahmat. Dushi 100 ta bo'ldik. Endi 200 taga harakat. Qaranglar, yana bitta video qilmoqchiman. Men Minecraftda 30 kun roza tutib ko'ramiz. Davay bo'lmasam, faqat 18-fevraldan boshlab. Let's go. Sizlarni tabriklayman. Roza tutadiganlar, 30 kun roza tutadiganlar, loyim eson-omon tutib olinglar. Yerda nima bo'lyapti? Shunday rasm keldi. Videoni shu kerakli paytda kamerani yo'qolmanda o'zim ishni bekitib qo'yishim ham kerak. Qaranglar do'stlar, uyimni to'g'irlaganman. Oldingi videoni ko'rganmisizlar albatta. Ko'rgandirsizlar, ehtimol xavfga qarshi o'z narsalaringizni avvalangizlar. Tak. Yana nima bor? Tak. Do'stlar, agarda meni nima desa bo'ladi, bunaqa bilan video olishimni xohlasalaringiz, Siroj Mich bilan video olishimni xohlasalaringiz, like va podpiska bosing. Sekin kiramiz, sekin. Xo'p, sekin. Bor ekan. Men ikkinchi qavat qurmaganman. Nima qilyapsiz? Men umuman ikkinchi qavat qurmaganman dalchi. Umuman qurmaganman men. Quyoshni ham to'sib qo'yibdi. Qani quyosh? Xullasda qani quyosh o'rtada turibdi-yu, botyapti. Men ikkinchi qavat. Voy. Assalomu alaykum. Kim bor bu yerda? Qalaysan, nima qilyapsan? Meni uyimning tepasiga qo'y oling. Men bu yerdan so'radim axir. Nimani so'raysan? Nima meni uyimning tepasiga qurishganmi? Kechir, men bu yerda vaqtinchalik yashayapman. Yo'q. Ha. Vaqtinchalik yashayapman. Yo'q. Qaralik alsang. Yo'q, aldaganim yo'q. Mayli. Sen nima hozir meni uyimga o'xshabsan? Nima bor? Ertadan hozirdan ko'chib ketasan bu yerdan. What the fuck, do'stlar? Yo'qolyapti, men seni hali dodingni beraman. Ha. Meni kechir, men seni nima qilmayman. Men seni kuzatganman, kanalingdan bor. Ha. Yo'q, tez mana bilan buzaman hozir. Yo'q, buzma, iltimos. Ey,
Nima qilyapsan unda? Ketib tushib qoldim. Ertada yo'q bo'luyimda. Iltimos pulini beraman, pulini beraman. Pulini berasanmi? Qancha berasan? O'shani ichida turgan xarid bo'lsa-ki. Ha, iltimos, 1-2 kun turib turay, men ketaman. 1-2 kun turasanmi ish qilib? Ha, iltimos. O'zi men unaqa emasdim. Men uncha yordam bermasdim o'zi. Endi qishloqqa nima desam, pulga tushganligim sabab senga mayli beraveraman, mayli. Sandoqdami? Mana sen mana mandarinni po'chog'i bormi senda? Ha. Rentang qo'ymayman men hech qachon. Rentingga sani turib olay maylimi? Uyimda yashaganing uchun ham turaman. Bo'ldi. Uzr. Omaleykum. Necha kun turasan? Qachongacha turasan? Ha. Ramazon oyida unaqa qilmang, iltimos. Qachon yashaysan mayli, qilmayman unaqa. Shu desa, hozir 5-yanvar bo'lsa, men senda hozir uyda. Uyda men seni men seni uyda xullas tak. Men seni uyda 5 kun turaman. 10-fevralgacha. Yamma. Sani mayli mash pullar berding-ku, mayli. Bo'pti, xayr. Rahmat. Rahmating boshingdan qolsin bor. Do'stlar. Qishloq nima qilgan bunaqasiga? Ushmoryapti bor do'stlar. Nimaga? Kiyimim skinimni o'zgartiraymi do'stlar. Aptini qaranglar, uzun, mun qaranglar. Ochki taqib yurganman. Ochki nechi kerak? Xullas biz 100 ta bo'ldik. Bundan xursand bo'lmoqda, xursand bo'lib ketdim. Yana 200 ta bo'lsa ishonaveringlar. Nima bu? Goldni uyi bo'lib ketibdi-yu. Goldni qaranglar. Xullas do'stlar, tezroq like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men axir sizlarga shuncha podpiska qilib quloq podpiska qilib turyapti. Qiz bor, o'shanga ham rahmat. Yosh bo'lishimga qaramay podpiska qilayotganlarga rahmat. Xo'p. Так, короче, obuna, like, podpiska. Ko'rgan odam like bossa bo'ldi, bizga kuchayib ketdi. Bo'pti. Men videoni to'xtataman. Tugataman. Bo'pti do'stlar. Xayr. Hammaga xayr. Ramazon oyi bilan sizlarni tabriklayman. Albatta like va podpiska bosib qo'ying. Shu bizam ro'za tutamiz yaqinda. Ro'za tutamiz. Davay. Go straight ahead.